Assalomu alaykum hammaga. Bu ekskavator haydashni o'rgating degan akalar bor ekan. Shularga qo'ldan kelgancha o'rgatamiz, xudo xolasa. Xo'p. Ekskavator zavodi bo'lgandan keyin parkovka rejimida zavodi bo'ladi. W ga qo'yamiz. Keyin bu yoqda ruchkani ko'taramiz. Xo'p, boshlandi. Tortsak ko'taradi. Tushirsak tushiradi. Buni sursak ochadi. Tortsak keladi. Aylanamiz. Unga qilsak chapga. Unga qilsak kavushni ochadi. O'zini tortsak kavushni yopadi. Atvarlik ekskavatorlar bo'lsa, kalishli ekskavatorlar bo'lsa, mana bu yerda ko'taradi, uni ko'taryapti. Tushirsak tushiradi. 3 xil rejimda bo'ladi. Parkovka yonadi. Ishlayotgan payt, haydayotgan payt tega uriladi. Ikkita skori bor bularda. Ko'rinyaptimi? Birinchi skor, ikkinchi skor. 1. Oldiga haydaymiz. Zadniga. E'tiborlaringiz uchun rahmat.